Sermazmun hayoti va yuksak insoniy fazilatlari bilan el-yurt qalbidan chuqur joy egallagan asl san'at fidoyilarining xotirasi qalblarimizda abadiy yashaydi. Zero har birining umr yo'llari o'ziga xos maktab, har birining ijodi beqiyos ma'naviy boylikdir. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan marhum ijodkorlardan bir guruhining taqdirlanishi ajdodlar xotirasiga munosib ehtiromning yana bir namunasi bo'ldi. Fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan O'zbekiston Respublikasining xalq hofizi Orifxon Xotamovning oila a'zolariga yuksak davlat mukofoti yetkazildi. O'zbekiston Respublikasining xalq hofizi Orifxon Xotamov. Uning ovozi o'zbek musiqasining oltin sahifasiga tenglashtiriladi. Yillar davomida u tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Milliy kuy-qo'shiq san'atini yangi cho'qqilarga ko'tardi. Orifxon Xotamov yoshligidanoq musiqaga juda qiziqadi. Bu ishtiyoq yosh iste'dodni Yangiyo'lda faoliyat olib borayotgan musiqa drama teatriga olib bordi. Aynan mana shu teatrda Orifxon Xotamov xijjak chalish sirlarini o'rganadi hamda bastakorlik ijodini boshlaydi. Ustozlar bilan hamkorlik Orifxon Xotamovni katta ijod sari yetakladi. O'zbekiston xalq hofizi Orifxon Xotamov 21-asrga kelib, mumtoz musiqa san'atida benazir bastakor, ustoz san'atkor nomiga muyassar bo'lib, elning e'zoziga sazovor bo'ldi. Ustozlik maqomida o'zbek san'atiga bir qancha shogirdlarni tarbiyalab qo'shgan atoqli ijodkor hisoblanadi. San'atkor davlatimiz rahbari farmoniga asosan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Bu davlatning yuksak e'tirofi, xalqning chuqur minnatdorligi ramzidir. Mukofot tantanali ravishda hofizning farzandiga topshirildi. Otamizni eslashga loyiq ishlari juda ko'p bo'lgan. 44-yilda shu Muqimiy nomli teatrga sozanda bo'lib kirganlardan boshlab Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar o'sha teatrda ko'rib havas qilib, shu san'at yo'liga mukammal kirishga ahd qilganlar. Qarangki, vaqt taqozosi bilan shu ustozlardan o'rgangan yo'lni davom ettirdilar. Qancha shogirdlari bo'lgan Jo'raxon Sultonov ham. Lekin Jo'raxon akamni o'zlari aytarkanlar, mendan keyin mana bu yo'limni davom qiladigan shu Orifxon bo'ladi. Hali qarab tursan, ko'rasan dedilar deb aytganlar. Abduqosim akam rahmatli ham. Endi otamizni mana prezidentimiz eslab shunaqa yuksak mukofotlarga fidokorona xizmatlari uchun orden bilan taqdirlabdilar. Ming rahmat. Esdan chiqmagan ekan, haqiqiy mehnat oxir samarasini berar ekan. Shunaqa muborak hayot kunlarida xursandchilik bo'ldi. Oilamiz nomidan kechqurun eshitdimmi? Shuncha yil xizmatlarini prezidentimiz mana shunaqa taqdirlabdilar. Ming rahmat. Bir qatori boshqa ustozlar ham eski olib ularni taqdirlabdilar, munosib ko'rib qancha unvonlar berilibdi. Ming rahmat deymiz oilamiz nomidan. Shunaqa yosh kunlarda to'y ustiga to'ydek bo'lib qoldi-da. Xizmatlaridan charchamasinlar. Amallar kuch-quvvat bersin. Xayrli ishlarda Alloh kuch-quvvat bersin. Yurtga tinchlik bo'lsin. Iste'dod vaqt bilan o'lmaydi. U avlodlar xotirasida yashaydi. Orifxon Xotamov yorqin iste'dodi va ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati bilan kelajak avlodlar uchun bebaho meros qoldirgan shaxslardan biridir. Davlatimiz tomonidan mumtoz san'atimiz rivojini ta'minlab beradigan tashabbuslar Orifxon Xotamov kabi san'at darg'alarining ijodi avlodlar qalbida boqiy yashashiga zamin bo'lmoqda.